Internetda pul bormi? Albatta bor. Faqat qanday qilib ishlashni o'rganish kerak. Shaxsan men ham qo'limda telefon, internet orqali Allohga tavakkal qilib kirganman. Bu kompaniyaning ishonchli, qonuniy ekanligiga ishonch hosil qildim va ishlab kelmoqdaman. Hozir bu kompaniya 8 yildan beri hech bir insonni norizo qilmasdan ishlab turibdi. Faqat bu qo'shimcha halol daromad. Hech bir ishimga yoki ibodatimga mushoid bergani yo'q. Halol onlayn biznes. Agar sizga ham qiziq bo'lsa, profilda telefon raqamim, Telegram lichkam, menga aloqaga chiqing, bepul, xolis o'rgataman. Kommentariyada ham telefon raqamimni qoldiryapman.